Choy qaynab turibdi. Vaqt esa sukutda jim yuribdi. Bugun biz bir umr ibrat ko'rgan inson bilan ijozat so'rab gaplashamiz. Ya'ni Abdujabbarov Akbarali opog'ay, o'zimni opog'domlar. Assalomu alaykum opog'ay. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Biz opog'domlar qora choy yaxshi ko'radi. O'shaning uchun men yaxshi taom deyman. Opog'da bugun siz uchun bir nechta savollar tuzib kelganmiz. Bu savollardan biz o'zimizga ibrat olamiz. Bo'lmasa suhbatni boshlaymiz. Sizga yaxshi qora choydan beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi savol. Siz uchun choy nima? Odatmi, marosimmi yoki xotirami? Choy bu tananiga aylanadi. Prosedür bu. Hamma dalga chiqmoq. To'g'riga singiydi. Odamni xotirjam qiladi. Hamma tinchlik xotirjam yotadi. Nega choy kim narsani izib chiqarib oladi. Oshqozonni yaxshilaydi. Eng yoqimli choy esingizdami? Qachon va kim bilan ichilgan edi? 95 choy. Ulfatlar bilan birga mazza qilib ichgandi. 95'e vitamini ham ko'p. Hamma narsaga davo. 95 asli o'zi yaxshi choy 95. Gruziyadan chiqadi. Bakudan chiqadi. Eng zo'ri 95. Yoshlikda birga chiqasizlar. Ulfatlar bilan birga ichganman. Ulfat deganingizga erkakchilikka tegishli savollardan. Erkak kishi qanday sifatlari bilan erkak deb atalishi mumkin? Hammanam til bilan, dil bilan, til bilan dil bitta bo'lsa erkak hisoblanadi. Bu tili boshqa, dili boshqa bo'lsa erkak emas. O'zi erkak. Erkak kishi lavziga va'dasiga xilof chiqmasligi kerak. Demakki erkak hisoblanma, erkakman deb gapiraveradi. Vafosi bilan ekan, lav deganda o'shani tushunish kerak. Erkak bitta gapirdi-mi, o'sha ish bajaradi. To'g'ri. Va'dasiga vafo qiladi erkak. Bugungi yoshlarga qanday erkaklik nasihatingiz bor? Bugungi yoshlarga erkaklik nasihatim shuki, va'dasiga vafo qiladigan odamni